Assalomu alaykum hammaga. O'rtoqlar, tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Stulda qiynalmayapsizlarmi? Xo'sh, o'tgan darsliklar, ya'ni ko'rdinglar, mentorship epizod 3 va mentorship epizod 2 ni uydan zapis qilgandim va kommentariyalarni o'qib chiqqanimda kommentariyalarda juda ko'p odamlar videoni sifati, ya'ni videoni ovozi bo'yicha aka ovozi sal pastroq chiqyapti, o'shani nimadir qilaylik deyishganiga bugun mana sizlarning kommentariyalarni o'qib yana ofisdan videoni yozishga qaror qildim. Hammanglarni Markets YouTube kanalida ko'rib turganimdan yana xursandman. Xo'sh, bugun sizlar bilan mentorship epizod 4, ya'ni darsimizning 4-qismi, уже mana 1, 2, 3 darsda sizlar bilan liquidity bo'yicha, ya'ni o'sha buy side liquidity, sell side liquidity, trend line liquidity va kechagi kun, kechagi oy, o'tgan hafta, o'tgan oyning maksimum va minimumlarida hosil bo'ladigan likvidnesslar to'g'risida gaplashdik. Esinglarda bo'lsa, darslarni boshida aytib o'tdim, то что bu nuqtalar, ya'ni o'sha likvidness temasini o'zi bizani konsepsiyani, ya'ni o'sha ICT ni konsepsiyasini 30%, даже 40% ni tashkil qiladi deb Xudo xolasa bitirib oldiysizlar bilan yaxshi tushundinglar degan umiddaman. Bundan buyog'iga endi darslarimizni 1 va 2, ya'ni 3-darsimizga o'xshab turib bunaqa soatlab bo'lmaydi, chunki bundan buyog'iga mavzularimiz 1 va 2-darsidagi mavzularga qaraganda ancha yengilroq mavzu bo'ladi, lekin juda muhim bo'ladi baribir. Aytmoqchimanki, osnovani o'tib oldik, ya'ni o'sha daraxt bo'lsa daraxt ildizi deydi-yu, o'shani o'tib oldik. Endi sizlar bilan daraxtning har bitta shoxlari, ya'ni o'sha liquidness, ya'ni o'sha algoritm liquidnessni ov qilishini sizlar bilan o'rgandik. Ana endi biza bu narsadan foydalanib qanday qilib bundan buyog'iga o'sha zelkalarga kirib olsak bo'ladi, qanaqa konsepsiyalarga, qanaqa asoslarga asoslanib kirib olsak bo'ladi, shu haqida gaplashamiz sizlar bilan. ICT mentorship epizod 4, ya'ni darsimizning 4-qismi. Xo'sh, bugungi darsimizni sizlar bilan fair value gap, ya'ni FVG to'g'risida bo'ladi, ya'ni o'sha bozordagi imbalans to'g'risida. Xo'sh, FVG, ya'ni fair value gap impuls natijasida svichalar orasida hosil bo'lgan bo'shliq nazarda tutiladi. FVG deganda, ya'ni o'sha bitta svecha bor, undan keyin impuls natijasida va undan keyin 3-svecha, ya'ni 1 va 3-svechani orasidagi 2-svechaning tanasida imbalans paydo bo'ladi. Ya'ni bozorda bo'shliq hosil bo'lib qoladi bozorga kuch kirgan paytda, ya'ni impuls natijasida. Va algoritm bunaqa bozordagi bo'shliqlarni yomon ko'radi. O'shaning uchun katta ehtimol bilan bozordagi bo'shliqni yopib, ya'ni to'ldirib, yo'nalishida davom etadi. Va biza shu narsadan qanaqa qilib sizlar bilan foydalanib olsak bo'ladi o'zimizning manfaatimizga, shu haqida bugun sizlarga gapirib beraman. Xo'sh, imbalance, ya'ni o'sha imp deb yozib qo'yishadi yoki inefficiency yoki inef deb yozib qo'yishadi. Bular FVG ga to'g'ridan-to'g'ri sinonim bo'lgan terminlar. Faqat bular boshqa bir treyderlar tomonidan joriy qilinganligi sababli hamma har xil ataydi. Bozorda hamma treyderlar ham fair value gap yoki FVG demaydi. Bir xil imbalance deydi, bir xil inefficiency deyiladi, lekin hammasini tagida bitta mantiq yotadi, ya'ni o'sha bozordagi imbalance. Ya'ni xuddiki men sizlarga hozir FVG emasda qanaqadir Shehroz gapmi yoki one pip gap degan narsani o'rgataman deyapman-da sizlarga. Bozordagi imbalansni ko'rsatyapman. Xo'sh, o'sha bozordagi hozir men buni bozordagi imbalansni ko'rsataman-da va boshqacha nom beraman. Boshqacha nom berish natijasida sizlar mendan o'sha nom bilan o'rganganingizdan keyin bozorda ham, grafiklarni chizayotganda ham grafikda o'sha nom bilan belgilashga harakat qilasizlar baribir. Xuddi shunaqa kimdir imbalans deydi, kimdir inefficiency deydi, kimdir FVG deydi. Bizning holatda biza fair value gap deb ishlatamiz, ya'ni FVG deb ishlatamiz. Xo'sh, boyaga aytganimdek, algoritm narx, ya'ni o'sha bo'shliqlarni tezda yopishga, ya'ni to'ldirishga harakat qiladi. Lekin hozir sizlarga bitta narsani aytib o'tib ketmoqchi edim. Biza duch kelgan, hozir ko'rsataman sizlarga FVG nimaligini, lekin sirazu oldindan bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman, hali xayolinglar bo'linmasidan.
biza duch kelgan FVGdan zilga qilib ishlavermaymiz. Ya'ni biz bitta FVGni ko'rdikmi, demak, Shehroz aytuvdi, bu narx hozir FVGni to'ldiradi, yo'nalishda davom etib ketadi deb turib, har bitta FVGdan bizni savdo g'oyasi sifatida foydalana olmaymiz. Bu yerda FVGni buy side va sell side bilan birgalikda, ya'ni nima o'rgangan bo'lsangiz shu kungacha va bugungi kundan buyog'iga biz hammasini birgalikda ishlatishni bilishimiz kerak. Ya'ni yakka tartibda bu konsepsiyalarni o'zini biz bozorda qo'lla olmaymiz. Ya'ni FVGni o'zini, даже buy side'ni o'zini ham, masalan, buy side'ga kelsa, men o'sha yerdan sell olaman degan g'oya bilan ishlay olmaymiz. Bizga vaqt asoslari kerak. Buy side'ga kelgandan keyin trend almashinuvini kutishimiz kerak, sessiya almashinuvini kutishimiz kerak. Impuls bilan narx trendni sindirsa, ya'ni razvorot bergandan keyin mana именно FVGga qaytib kelishini yoki order blokka qaytib kelishini kutib, ma'lum bir 2 ta 3 ta asoslarga asoslanib biz savdo qilishimiz kerak sizlar bilan. Xo'sh, bo'lmasa, sizlarga tushuntiraman o'zi FVG nimaligini. Xo'sh, birinchi bo'lib FVGni 2 xil turi bo'ladi. Ya'ni 2 xili bo'ladi. Bullish FVG bo'ladi va bearish FVG bo'ladi. Bullish FVG bu o'suvchi trendda sodir bo'ladigan, ya'ni hosil bo'ladigan o'sha bizani imbalansimiz, ya'ni o'sha fair value gapimiz. Mana rasmda ko'rishingiz mumkin. Boya yetib o'tgan svecha, mana bu svecha, birinchi svecha, undan keyin impuls natijasida va mana bu uchinchi svechani low'ini oladigan bo'lsak, birinchisini high, uchinchini low'ini o'rtasida katta bo'shliq joy bor ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana biz mana shu bo'shliq joyi biz FVG deb belgilab olamiz va yuqori ehtimollik bilan narx FVG ga qaytib, FVG ni to'ldirib va tepaga yana o'z yo'nalishida davom etib ketaveradi. Bu bizda bullish FVG sifatida bo'lyapti mana. Endi bearish FVG miz bor. Hozir bearish FVG ga o'tishdan oldin bullish FVG ni yana chizib ko'rsataman mana. Ko'rasizlar, xuddi aytganimdek, birinchi svechani maksimumi, uchinchi svechani minimumini belgilasak, o'rtada mana bu ikkita ko'k liniyani orasi sizlarda bo'shliq zonasi bo'lyapti. Ya'ni mashitni biz FVG deymiz. Bu kim bu zonani imbalans deb belgilayotgan bo'lsa, bu noto'g'ri emas. Bu bor yo'g'i sinonim. Ya'ni buni ortida bir xil logika yotadi. O'shaning uchun unaqa bu imbalans masu, bu FVG masu degan mavzuni ko'tarish shart emas. Xohlasangiz imbalans deb ishlating. Xohlasangiz va shu o'zingiz ismingizni yozib qo'ying. Farqi yo'q, siz nima deb ataysiz bu nuqtani. Eng muhimi bu terminni ortida yotgan logikasi. O'shani bilishingiz kerak. Xo'sh, mana o'sha aytgan bearish FVG, ya'ni tushuvchi trenddagi imbalans, faqat bunda sal boshqacharoq belgilanadi. Ya'ni birinchi svechani minimumi, uchinchi svechani maksimumini o'rtasidagi bo'shliq bizda fair value gap bo'ladi. Ya'ni o'sha FVGimiz mana ko'ryapsizlar, o'zi bo'sh bo'lib turibdi. Ko'ryapsizlar va katta ehtimol bilan algoritm bu nuqtani yopishga harakat qiladi va yo'nalishida pastga davom etib ketishidan biz foydalanib olsak bo'ladi. Xo'sh, mana chizilgan varianti xuddi shu grafikimizni, ya'ni mana birinchi svechani minimumi, uchinchi svechani maksimumi bosilib ketdi mana. Va shu ikkita ko'k chizig'imiz orasi bizda o'sha imbalans zonasi bo'ladi. Ya'ni o'sha FVG bo'ladi. Va boya yuqorida aytib o'tganimdek, katta ehtimol bilan narx buni yopishga harakat qiladi va yo'nalishda davom etadi. Endi biza bu yerdan sell olib foydalanib olsak bo'ladi, lekin yana bir marta aytaman, siz hozir bozorga kirib turib, liboy bitta ko'zingizga birinchi ko'ringan imbalansdan sell ishlab keta olmaysiz. Ishonmasanglar, o'zingizlar o'tgan bozorda bu narsani baribir test qilib ko'ringlar, praktika qilib ko'ringlar, ya'ni back test deyshadi. Ko'rsanglar ham bo'ladi, narx har bitta imbalansni to'ldirib, yo'nalishda davom etib ham ketavermaydi. Yo'nalishda u to'g'ri davom etib ketishi uchun sizlarga birinchi va ikkinchi va uchinchi darsda o'tgan mavzularim bilan buni birgalikda ishlatishingiz kerak. Biz 3 ta dars davomida sizlar bilan o'zi narxi yo'nalishini, trendni, narx qat'iy ketayotganligini aniqlashni o'rgandik. Ana endi o'shani aniqlab turib, o'sha yo'nalishga, o'sha yo'nalish tomon sodir bo'lgan, ya'ni hosil bo'lgan FVGlardan sizlar foydalanib zilk olishingiz kerak bozorda. Tushundinglar-ya? Xo'sh, FVGni yana bitta muhim jihatlaridan biri shuki, FVGni 50% juda muhim joy hisoblanadi.
Ya'ni mana bu rasmda ko'rib turganinglardek, o'sha birinchi rasmdagi FVG'imiz bu va uni 50% mana qizilda belgilangan juda ham muhim nuqta hisoblanadi. Nimaligini hozir tushuntirib beraman. Undan oldin birinchi bo'lib bizni qanaqa qulay belgilab olsak bo'ladi bu nuqtani. Sizlarga mana bu yerda mana parallel channel degan, ya'ni parallelniy kanal degan instrument deymizmi yoki tool, o'shandan foydalansanglar bo'ladi. Ya'ni bu trend line, ya'ni mana bu chiziqni birinchi tepadan mana birinchini ichida bo'ladi. Birinchi emas, ikkinchi. Chunki tepada ssilka ham turadi. Trend line, ya'ni liniyalar bo'limida pastda mana parallel channel dan foydalansanglar bo'ladi. Shuni bosganingizdan keyin mana birinchi svechani hayiga qo'yasizlar va tekis qilib shift bilan chizib, ya'ni bitta bosganingizdan keyin o'sha tepa qismini qayerga olib boring deb sizlardan so'raydi. Tepa qismini 3-chi, ya'ni impulsdan keyingi svechani, 3-svechani minimumiga olib boramiz va qo'yamiz va shunda bizda shu oraliq, ya'ni bo'shliqning 50% belgilanadi. Endi 50% bizga nimaga kerak va bundan qanaqa foydalansak bo'ladi deydigan bo'lsanglar, 50% ga ko'p holatda imbalans 50% gacha to'ldiriladi. Bu degani, ya'ni imbalans 50% ga tegib qaytib ketadi emas, undan sal pastroq ham tushib qaytib ketishi mumkin. Lekin bu yerda bitta narsaga e'tibor berishni xohlardim. Narx kelgandan keyin imbalans 50 dan pastga tushgan taqdirda ham uning tanasi agar 50% dan tepada bitta tanasi, yo undan keyingi svecha ham bitta pastga tushib, yana tepaga qaytib uning tanasi agar imbalansi 50% dan tepada yopilaversa, ya'ni bitta svecha bo'ladimi, ikkita, uchta svecha bo'lar balki, bu sizga уже signal sifatida ishlaydi, ya'ni narx imbalans 50% ni juda chiroyli hurmat qilyapti va tepaga davom etishi haqida gapiryapti sizga. Endi imbalansi qaranglar, belgilab olgandan keyin buni biz 15 minutlik time frame da belgilab olganimizdan keyin sizlar 1 minutlik time frame ga tushib, bu narxda 1 minutlik svechani tanalarini pastda yoki tepada yopilishiga qaramaysizlar. Yo'q, sizlar qaysi time frame da belgilagan bo'lsanglar, imbalans 50 ni, masalan 15 keladi, 15 deb tasavvur qilamiz bu time frame ni. Demak, 15 minutlik time frame dagi svechani imbalansning 50% ni qay darajada hurmat qilyapti? Shunisiga e'tibor beramiz. Yana bir marta qaytaraman, 15 minutlik imbalansga narx kelgandan keyin 1 minutlikka o'tib olib, 5 minutlikka o'tib olib, qani tanasi qayerda yopilar ekan degan narsaga qarash kerak emas. Albatta, boya aytganimdek 15 minutlik svecha tushib kelgandan keyin uni minimumi pastgacha ham tushishi mumkin. Demak, 1 minutlik time frame da pastda svechalar yopilish ehtimoli juda ham yuqori. Sizlar qaysi time frame da belgilagan bo'lsanglar imbalansi, o'sha time frame dagi svecha imbalansi 50 ga kelganda kuzatishni boshlanglar. Qani imbalansi tanasi o'zini qanaqa tutadi? Agar bu nuqtani yorib pastda yopila olmasa, katta ehtimol bilan narx tepaga ketadi. Уже pastda yopiladigan bo'lsa, уже boyaga ehtimollik darajasi ancha pasayib ketadi. Chunki narx agar haqiqatan tepaga davom etib ketish niyati bo'ladigan bo'lsa, imbalansi 50% ni hurmat qiladi. Endi bu 50% ga o'tishdan oldin bozorda sizlarga o'zi bullish FVG'mizni o'zi qanaqa tus olishini bitta ko'rsataman. Ya'ni mana biz o'suvchi trendda o'sib kelyapmiz-da, bozorda bizda imbalans mavjud. Ko'ryapsizlar, aytgandek, birinchi svechani maksimumi, 3-svechani minimumi. Ya'ni orada bo'shliq bor. O'sha bo'shlig'imizni narx kelgan, to'ldirgan va tepaga davom etib ketyapti. Sizlar bundan foydalansanglar bo'ladi. Agar bay oladigan bo'lsanglar, iloji boricha mamutga stop loss qo'yib qo'ymanglar. Chunki narx botga kelib turib ham qaytib ketishi mumkin. Nimaga? Chunki algoritm uchun imbalans yopilsa bo'ldi. U ozgina kirib chiqib ketishi mumkin. Oxirgacha ham yopib chiqib ketishi mumkin. O'rtasiga kelib chiqib ketishi mumkin. Pastini ham sal buzib turib, keyin davom etib ketishi ham mumkin. Nimaga? Algoritm uchun u muhim emas. Ya'ni u oxirgacha ham yopilishi yoki sal kirib chiqib ketishi, muhimi shu imbalans uning uchun yo'qolsa bo'ldi. Endi imbalans yo'qolishi uchun u oxirgacha ham yopilishi kerak emasmi degan savol sizda tabiiy hol kelishi. Har doim ham unaqa emas. Yo'q, u mana shu holatda ham biz imbalansni уже
ancha qismini o'sha imbalans yopildi deb hisoblasak ham bo'ladi. Po faktu aytishingiz mumkin. Mana bu qismi ochiq qolib ketyapti, bu oxirigacha yopmadi-yu deyishingiz mumkin. Da, lekin bu algoritm uchun tepaga chiqishga yetarli. Ya'ni algoritm imbalansi yopdi deb tushunsak bo'ladi bu holatda. Mana ko'rdinglar, yana bir marta qaytaraman. U switch trend va bizda imbalans qolyapti. Именно imbalans kelyapti-da, narx imbalansi to'ldirib, ya'ni o'sha FVG ni to'ldirib turib, tepaga qarab yana yo'nalishda davom etib ketayotganini guvohi bo'lishimiz mumkin sizlar bilan. Xo'sh, endi bearish FVG da, ya'ni medvejий FVG tushuvchi trenddagi imbalans misolida bitta ko'ramiz sizlar bilan. Xo'sh, narx tushib kelyapti va imbalans tashab ketyapti. Ko'ryapsizlar, imbalansi mana birinchi svechaning minimumi, uchinchisining maksimumini olman, o'rtada bo'shlik bor. Imенно shu bo'shlikni narx to'ldirib turib, pastga qarab yo'nalishni davom ettiryapti. Demak, pastda katta ehtimol bilan sell side liquidity-ga qarab ketyapti. Sizlar ham imbalansdan foydalansizlarmi? Ertaga kelajakda hali OB-larni o'rgatganimda order blokdan foydalanasizlarmi? Nimadan foydalansanglar ham narx sell olmoqchisizlarmi? Sizda обязательно sell side bo'lish kerak. Agar buy olmoqchi bo'lsangiz, sizda обязательно bozorda buy side liquidity bo'lish kerak. Bo'lmasam bo'lmaydi. Bo'lmasam vaziyat og'irlashadi. Xo'sh. Endi sizlar bilan imbalansi 50% to'g'risida gapiramiz, ya'ni bozordagi holatdan ko'rsataman. Bo'yi aytganimdek, mana imbalans birinchisini maksimumi, uchinchisini minimumi chizdim. Bo'yiga parallelniy kanal instrumenti yordamida imbalansi 50% ni belgilab oldim. Va ko'rishingiz mumkin, narx imbalansi 50% ga kelyapti. Ikki xil holatda ham o'sha bir xil time frame da bo'lyapti. Bu time frame o'zgartirilmayapti, chunki screenshot bu qimirlamayapti. Va ko'rishingiz mumkin, imbalans narx pastga tushgan holatda ham ikkita switch ham ning tanalari imbalansni 50 ni chiroyli hurmat qilib turganini guvohi bo'lishimiz mumkin. Mana ko'ryapsizlar, bular ham sizlarga qo'shimcha signal, to'shto narx katta ehtimol bilan tepaga davom ettiradi o'zining yo'nalishini. Lekin boya aytganimdek, sizlarda buy side liquidity bu nuqtada bo'lishi kerak baribir. Bu nuqtada buy side bo'lmasa bo'lmaydi. Xo'sh. Endi menga 1 minut vaqt berasizlar. Kichikroq qo'yib o'zimni. Ko'rinmay qolyapti. Mana bu yerda ham yana imbalansi guvohi bo'lyapmiz. Buni belgilamaganman bozorda faqat, ya'ni narx tepaga ketayotganda yana bitta imbalans hosil qilyapti. Ya'ni birinchi svechi, ikkinchi svechi, uchinchi svechi, o'rtada impulsivniy svechi bor. Va mana bu svechani maksimumini olamiz. Bu svechani minimumini oladigan bo'lsak, imbalansga narx kirib, yana yo'nalishida davom etib ketayotganini guvohi bo'lishimiz mumkin sizlar bilan. Ko'ryapsizlar, narx algoritm imbalanslarni qanchalik yomon ko'rinishini. Endi bitta narsani ham aytib o'tib ketmoqchiman. Mana bu yerda masalan, mana bunisi ochiq qolib ketdi-yu, bunaqa holatda nima bo'ladi deydigan bo'lsanglar, rynokda imbalans deganda har doim hech qachon imbalans qolmaydi. U tepaga yurishi uchun hech qachon bozorda imbalans qolishi kerak degani emas. Ya'ni mana ko'rib turibsizlar, bu yerda mana imbalans qolib ketgan. Lekin keraklilarni narx o'zi uchun to'ldirib ketyapti. Ya'ni 100% lik unaqa qanaqadir bozorda bitta ham imbalans qolmaydi, chunki narx tepaga ketadigan bo'lsa, ya'ni mana bu yerda imbalans bor va u 100% to'ldiriladi, keyin tepaga ketadi degani emas. Yo'q, narx uchun tepaga yurishi uchun mana bu imbalansni to'ldirganning o'zi, ya'ni ko'rsa impuls korreksiya. Ya'ni korreksiyamizda imbalansga to'g'ri kelyapti. Ya'ni o'sha sizlar korreksiyalarda ilib olsanglar bo'ladi imbalansga qaytganida. Lekin bozor keyinchalik ham kelib bu nuqtani yopib ketaveradi. Ya'ni ras tepaga o'syaptimi, demak u buni yopmasa tepaga ketmaydi degan g'oya sizlarga kelib qolishi kerak emas. Uni yopmasdan turib ham ketib qolishi mumkin. Xo'sh, keyingi misolimizda ya'ni o'sha bearish fair value gap'i 50%, ya'ni tushuvchi trenddagi imbalansi 50% ga e'tibor beramiz. Xo'sh, bu yerda ham mana narx tushib ketayotganini guvoh bo'lishimiz mumkin. Bu 15 minutlik time frame edi.
va 15 minutlik time frame'da narx imbalans tashlab ketyapti va imbalansni 50% ga narx qanaqa hurmat qilayotganiga bitta e'tibor beringlar. Ko'ryapsizlarmi? Tim bo'li bu yerda swing high ham yasab ketyapti. Swing high'imiz nima edi? Ya'ni birinchi svecha pastroq, ikki balandroq, uchinchisi o'rtadagidan pastroq. Ya'ni buni swing high deymiz. Ya'ni bu ham bitta signal, bu switchning analizi emas. Bu svechada qilingan analiz emas qanaqadir. Bu chista swing high, swing low. Mana bu ham swing high. Bu ham swing high. Bu baland bundan, bunisi bundan past. Tipa shunaqa narsa. Именно imbalans 50% ga narx qanaqa hurmat qilayotganini ko'rsanglar bo'ladi. Bu ham bu switch ham imbalansga kiryapti. Siz faqat hozir qizilga e'tibor bermanglar. Yashil joy ham уже imbalans. Ya'ni birinchisini minimumi, ya'ni takrorlayman, uchinchisini maksimumi. Ko'ryapsizlar? Ya'ni mana shu tochka imbalansimizni 50 gini belgilayapmiz. Boya ko'rsatib o'tgan instrumentim yordamida va uni 50% ga narx kelyapti-da, hurmat qilayotganiga e'tibor berasizlar. Ya'ni tanalari imbalansi 50% dan pastda yopilyapti va shundan keyin narx impulsivni yana pastga tushib ketyapti. Juda katta impuls bilan imbalansdan yana pastga sell side'ga qarab davom etib ketyapti. Ana endi bitta narsaga e'tiboringlarni qaratmoqchiman. Imенно shu impulsdan keyin yana bitta imbalans bozorda sodir bo'lyapti. Mana o'sha imbalansimiz. Lekin e'tibor beringlar, narx imbalansi qanaqa buzib o'tib ketyapti. Ko'ryapsizlar, u imbalans buy side va sell side liquidity mavzularimizdan keyingi mavzu bu. Ya'ni undan ancha slabeyroq mavzu. Imbalansni o'zi bilan sizlar hech qachon uzoqga bormaysizlar. Buni o'zini yakka tartibda ishlatmaymiz. Ya'ni biz yo'nalishni aniqlab olgandan keyin, например, pastda sell side bo'lsa, sell side gacha imbalansadan foydalanib olsa bo'ladi. Lekin o'sha narx sell side olgandan keyin tepaga o'zi balki mana bu buy side ga qarab yurayotgandir, undan tepada buy side bo'layotgandir. O'zi unaqa sell imbalanslar, sell order bloklar bo'lishi mumkin. Ularning hech qaysini narx hurmat qilish niyati yo'q, chunki yo'nalish o'sha buyga o'zgardi. Va time frame'larni almashtirgan holda bu 15 minutlik, 5 minutlik, 3 minutlik, balki 1 minutlikga tushganda sizlarda mana bu oralarda qanaqadir kichkina time frame'dagi kichkinaroq imbalanslarni algoritm to'ldirib ketgan bo'lishi mumkin. Shunaqa qilib foydalanib olsanglar bo'ladi bundan. Xo'sh. Xulosalarga o'tishdan oldin bitta narsani aytib ketaman. Imbalans, ya'ni fair value gap mavzuyimizni bu yerda tugamaydi. Prosta bu kattaroq mavzu, ya'ni bundan keyin sразу aytib o'tib ketaman. Keyingi darslarimizda inversion FVG haqida gaplashamiz. Ya'ni FVG ni masalan hozirga faqat o'suvchi trenddagi imbalans tushadi-da, o'sib ketadi tepaga yana dalshi deb tushuntirdim. Ana o'sha imbalans kelajakda, ya'ni buy uchun ishlagan imbalans kelajakda sizlarga sell uchun ham ishlab berishi mumkin o'zi aslida. Chunki nimaga imbalanslar va order bloklar o'zi aslida bozorda bular daraja sifatida qaraladi, ya'ni уровень. Biz уровеньlarni maksimum va minimumlarda deb o'rganganmiz. O'zi algoritm tomonidan qaraydigan bo'lsak, algoritm tomonidan уровеньlar o'zi imbalanslar va order bloklar hisoblanadi. Endi bu yerda savol tug'ilib qolishi mumkin. Hozir demaysan bu gaping bilan maksimum va minimumdagi support va resistance, ya'ni SNR nuqtalarini uroving hisoblanmaydi, ular ishlamaydi, ular atrobotga qilmaydi demoqchimisan deydigan bo'lsanglar, unaqa demoqchi emasman. Men boshida ham aytib o'tib ketganman. Boshqa strategiya, xoh u Elliott to'lqinlari bo'lsin, xoh u Wyckoff bo'ladigan bo'lsin yoki boshqa bir trader, ya'ni boshqacha g'oyani ilgari surayotgan trader bo'ladimi? Bizda hech qachon bu ishlaydi, bu ishlamaydi, bu yaxshi trader emas, bu zo'r traderga umuman unaqa fikrda emasmiz. Ya'ni men o'zim bozorga o'zimni qarashimni sizlarga tushuntirib beryapman. Agar bu mabodo kimgadir bu konseptga to'g'ri kelmayotgan bo'lsa yoki sportni momentli bo'lib qolishi mumkin-da. Hozir kimdir SNR da ishlaydigan odam chiqib turib, "Yo, уровеньli imbalans emas, SNR-ku" deb bo'ladigan bo'lsa, hammada bozorga qarash har xil. Men Michael studentiman, ICT ni va o'zim anchadan beri ishlab kelyapman. Daromadli strategiya, konsepsiya bo'lgani uchun va o'zingizlar ham YouTube'da kuzatsanglar bo'ladi, studentlarning natijalarini ko'rsanglar bo'ladi kirib turib. Men ham shu narsani как бы продвигать deyishadi rus tilida. Shu narsani yurg'izishga qaror qildim o'zbek tilida. Va undan tashqari, inversion FVG dan tashqari
bizada gaplar bor. To'g'rimi? Bozordagi bo'shliqlar, ular haqida ham. Undan tashqari volume imbalance degan отдельный mavzuyimiz bor. Mana ularni o'sha uchalasini bitta qilib keyingi darsda o'tib beraman. Shu bilan bizada bo'shliqlar, ya'ni bo'sh nuqtalarni xilma-xillarini hammasini ikkita darsda sizlar bilan o'tishga harakat qilamiz. Bugun FVG ni o'zida to'xtaymiz sizlar bilan. Keyingi darsda o'sha qolgan qismini o'tib beraman. Bugungi darslarimiz xulosalariga to'xtaladigan bo'lsak, bozorda algoritm mavjud va u imbalanslarni, ya'ni o'sha fair value gaplarni yomon ko'radi va ko'p holatlarda ularni to'ldirib yo'nalishlarda davom etadi yoki razvorot qilgan paytda ham to'ldirib ketadi. U yo'nalishda davom etadimi, etmaydimi, bozor imbalanslarni to'ldiradi. Xo'sh, ikkinchi xulosamiz biza duch kelgan FVG dan, ya'ni randomni kirdik, qarasak bitta FVG turgan ekan deb o'shandan buy yoki sell ishlab keta olmaymiz. Biza bozorda общий trend, общий anaqa bozorga bo'lgan qarash, bozor qayerga ketyapti, algoritm qayerga bormoqchi degan savolga bizda birinchi o'chirda javob topilgandan keyin xo'p, tepaga ketayotgan ekan, kechagi kunning high nuqtasi, ya'ni PDX ga qarab ketayotgan ekan deb qaror qildik va PDX ga qarab ketayotganda yo'l-yo'lakay imbalanslardan foydalanib ketsa bo'ladi. Tushundinglar? Ya'ni sizlar yo'nalishni aniq bilasizlar, narx qayerga ketishini aniq bilasizlar. Aniq bilasizlar deganda ehtimoliy tarafi to'shto narx o'tga boradi. 50%, 70% dan yuqoriligini his qilasizlar va o'shaqa holatda imbalansdan foydalansanglar bo'ladi. Uchinchi xulosamiz imbalansni, ya'ni o'sha FVG ni 50% juda muhim joy. Juda muhim joy. Bunga ko'p traderlar ahamiyat berganman, uncha ahamiyat berishmaydi. Lekin imbalans 50% juda ham muhim joy. Nimaga? Men uni o'zim to'g'risi kirish nuqtasi sifatida ishlatmayman. Men narx u nuqtaga kelganda o'zini qanaqa tutadi, o'sha narsani kuzataman. Agar narx imbalansi 50% ni hurmat qildimi, demak o'zi 70%, 80% ehtimollik bilan yana o'z yo'nalishida davom etib ketadi. Ya'ni u imbalans buzilmaydi degan signal keladi bizga. Boya aytganimda, ya'ni 4-xulosamizda FVGlar bozordagi haqiqiy darajalar hisoblanadi aslida. Ishonmasanglar o'zingizlar baribir hozir u ishi sifatida o'sha imbalanslarni ko'rib chiqinglar. Imbalansi 50% ni ko'ringlar. Ya'ni bullish FVG, bearish FVG hammasini bozorda ko'rib chiqib, men aytgan gaplarim, ya'ni u har doim ham to'ldirib o'z yo'nalishida davom etavermasligi, har doim ham 50% ni hurmat qilavermasligi, ya'ni bozor imbalansi hammasini 100% to'ldirib keyin yurmasligi haqidagi gaplarimga amin bo'lasizlar. Shundan keyin o'sha bularni yaxshi tushunib olganinglardan keyin FVG ni sizlar bilan o'sha bo'shliqlar mavzusini ikkinchi qismini keyingi darsda o'tamiz. Shun bilan keyin o'sha imbalans mavzusi sizlar bilan yopiladi. Qimmatli vaqtinglarni ayamasdan shu videoni ko'rganlarga rahmat. Bitta narsa aytib ketmoqchi edim. Agar siz bu video hozir oldingizdan chiqib qoldi-da, bundan oldingi darslarni ko'rmagan bo'lsangiz, обязательно hozir voy men imbalans o'rganib oldim, FVG ni o'rganib oldim, kiraman, yorib tashlayman, biz tashlayman demasdan oldin, birinchi, ikkinchi, uchinchi darsni обязательно ko'ring. Chunki ularsiz bu imbalans ishlatmay qo'yaversangiz ham bo'ladi. Nimaga? Shu agar mana shu maslahatimga amal qilsanglar, ya'ni imbalansni birinchi, ikkinchi va uchinchi darsni ko'rmasdan turib ishlatmasanglar, juda ham ko'p pul ekonom qilasizlar to'g'risi. O'zidan o'zi sразу bu darsni ko'rib, imbalansni o'rganib, u bilan ishlab keta olmaysizlar. Ya'ni 3 ta darsni ko'rib kelsanglar, ana undan keyin imbalans bilan to'g'ri foydalansanglar bo'ladi. Chunki ko'p odam o'zadi, yoki men hobby ishlamadi-yu, imbalans ishlamadi-yu deyshadi. Imbalanslar va order bloklar ishlaydigan va ishlamaydiganga bo'linmaydi o'zi aslida. Ya'ni internetda ko'p ko'rib qolaman-da, qanday qilib order blokni ishlashini yo ishlamasligini bilsa bo'ladi. Ya'ni ishlamaydigan order blok va ishlaydigan order blok deb yozib qo'yishadi. Hamma kiradi, qanaqa order blok ishlamas ekan deyshadi. Ichiga kirib qarasam videoni, agar order blok tanasi kichikroq bo'ladigan bo'lsa, mamlaqaroq bo'ladigan bo'lsa, soyasi kattaroq bo'ladigan bo'lsa, u ishlaydi yoki ishlamaydi degan narsalar gapirishadi. U hammasi bo'lmagan gap. Order blok ishlaydi va ishlamaydiga bo'linmaydi. Yo'nalish yo buy yo sell ga bo'linadi. Albatta narx buy side ga ketayotganda yo'ldan chiqayotgan hech qaysi order blokka pinagini ham buzib o'tirmaydi. Xalq tilida aytganda-da, sodda tilida aytganda, ya'ni e'tibor ham bermaydi, ketaveradi buy side ga qarab. Вот именно siz yo'nalish buy sideligini aniqlagandan keyin bitta atkat, ya'ni bitta korreksiyasi OB ga to'g'ri kelganda buy side gacha trend bo'ylab ishlab ketishni bilishingiz kerak.
order blokdan trendni razворот qilish juda murakkab narsa. Qilib bo'lmaydi demayman, lekin uning uchun sizda уже mana bu darslarimizni hammasini tugatib, hammasini tushunib ishlatib va shuning natijasida orttirilgan opitlardan keyin уже bemalol o'zingizlarni bemalol his qilib ishlasanglar bo'ladi. Boshlanishligi o'zi man sizlarga order bloklardan narxni razворот qildirtirish, imbalansidan razворот qildirtirishdan maslahat bermayman. Yo'lakay liquidity nuqtasini aniqlaylar. Narx shu nuqtaga ketayotgan paytda narx bilan birga chiqinglar. Shu sizlarga juda shu osonroq bo'ladi boshlanishiga. Tushundinglar degan umiddaman. Bugungi darsimizni bu darslardan yana bir marta aytib o'taman. YouTube bizga unaqa ko'p pul to'lamaydi yoki qanaqadir o'zi bizda bo'lsa 3-4 mingta prosmotr bo'lyapti. Ya'ni bu videolardan maqsad bizda qanaqadir moliyaviy manfaat yo'q bu narsadan. O'shaning uchun yagona motivatsiyamiz, ya'ni nima uchun qilayotganimiz, ko'proq odam ko'rsin bu konsepsiyani. Ya'ni to'xtatiladi bozordagi kerak emas bo'lgan kurslarga pullaringlarni sarflab oxirida даже shotga tashlashga ham pul qolmaydigan paytlarni ko'p eshitganman. Shu darajada ko'p kursga odam qatnashganidan. O'shaning uchun sizlar bor yo'g'i 2 sekund vaqtingiz ketadi. Like, kommentariy, repostlar bilan bo'lishsanglar, boshqa treyderlarga ham yetib boradi. Kichkina mehnatimizni bizdan Xudo xolasa bilimni to'xtatmaymiz, videolarni davom ettiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammangizga omad, savdolarga baraka bersin.